Assalomu alaykum. Efirda yana sog'lom hayot ko'rsatuvi. Bilamizki, har yili jahon miqyosida avgust oyining dastlabki haftasi ona suti bilan oziqlantirish haftaligi sifatida e'tirof etiladi. Buning boisi ona suti orqali farzandlarning salomatligini mustahkamlashdir. Bugun biz aynan shu xususida so'z yuritamiz. Bizning bu galgi suhbatdoshimiz Respublika ixtisoslashtirilgan ona va bola salomatligi ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Qashqadaryo viloyati filiali mutaxassisi To'lg'anoy Yo'ldosheva bo'ladilar. Assalomu alaykum. Eng avvalo ona sutining bolalar salomatligidagi ahamiyati haqida so'zlab bersangiz. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugungi bo'ladigan mavzuyimiz har bir oila uchun dolzarb bo'lgan mavzu, ya'ni yangi tug'ilgan chaqaloq uchun juda ham eng muhim bo'lgan ne'mat bu ona suti haqida gaplashamiz. Ona suti yangi tug'ilgan chaqaloqlar uchun juda ham muhim hisoblanadi. Xalq orasida bizga savollar kelib tushadi. Ona sutini qanday bola uchun ahamiyati bor yoki qanday foydali tomonlari bor? Har bir chaqaloq uchun ona sutining tarkibida juda ham kerakli bo'lgan oqsil, uglevod, yog'lar bo'ladi. Undan tashqari har bir chaqaloq tug'ilgandan so'ng tashqi muhitga moslashib boradi. Ya'ni ona suti ham chaqaloq uchun moslashib boradi-da. Har bir oylik chaqaloq yoki yangi tug'ilgan chaqaloq bilan 6 oylik chaqaloq yoki 1 yoshgacha bo'lgan chaqaloqlar uchun ona suti bosqichma-bosqich o'zgarib boradi. Ona suti chaqaloqlar uchun moslashib boradi-da. Unga kerakli bo'lgan ozuqalar ham o'shanga qarab boradi. Har bir sun'iy ozuqalarimiz hech qachon ona sutiga to'liq ta'minlab bera olmaydi. Ona suti chaqaloqlarni har xil infeksiyalardan ham oldini oladi. Ya'ni tug'ilgan ona suti bilan oziqlangan chaqaloqlarimizda virusli infeksiyalar yoki yallig'lanish kasalliklari kamroq uchraydi. Bu statistikada aniqlangan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tasdiqlagan buni. Ona suti bilan oziqlangan chaqaloqlar sun'iy ozuqalar bilan oziqlangan chaqaloqlarga nisbatan sog'lomroq bo'ladi-da. Buni Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tasdiqlagan. Birinchi 3 kunlikdagi sut oltin vaksina sifatida e'tirof etiladi. Buning sababi nimada? Buning sababi o'sha birinchi dastlabki 3 kun oralig'ida keladigan sut og'iz suti deb ataladi. Bu o'sha immun tizimini ham yaxshilab beradi. Ya'ni har bir tug'ilgan chaqaloq uchun vaksina sifatida ham aytiladi. Bu o'sha chunki aniq sababi chaqaloqlarni immun, ya'ni infeksiyalardan, kasalliklardan himoya qilib berganligi uchun organizmga vaksina sifatida yuborildi degan majoziy ma'noda shunaqa aytiladi xalq orasida. Go'daklarni qancha vaqt oralig'ida oziqlantirish lozim? Albatta, yangi tug'ilgan chaqaloqlarni dastlabki 2 soat oralig'ida tez-tez ko'krakka tutish, ona suti bilan oziqlantirishga tavsiya beramiz. Yangi tuqqan onalarimizga ham ularni qanchalik tez ona suti bilan oziqlantirsa, sut hosil bo'lishi ham tezroq bo'ladi. Bolani to'yishi ham o'shanga bog'liq bo'ladi. Undan tashqari foydali taraflari bor. Agar qanchalik tez chaqaloqni emizsa, ya'ni o'sha ona suti bilan oziqlantirsa, bachadonni qisqarishi ham tezroq bo'ladi va onani tiklanishi ham, bachadonni qayta tiklanishi ham bu tezroq yordam beradi. Qanchalik tez ona suti bilan oziqlantirsa. Bolalarni o'sha ko'pchilik 2 yoshgacha yoki 2,5 yoshgacha ona suti bilan oziqlantirish kerak deyshadi. Buning sababi nimada? Buning sababi qanchalik ko'proq bolani ona suti bilan oziqlantirsa, onkologik kasalliklar, ko'krakdagi kechadigan onkologik kasalliklar, saraton kasalliklarini oldini olishga yordam beradi. Undan tashqari o'sha bolani 2 yosh, 2,5 yoshgacha emizish bu o'sha onadan o'tadigan tabiiy immunitetni ham sut orqali bolaga yetkazishni yordam beradi. Qancha ko'proq emizsa, bola ko'proq sog'lom bo'ladi. Qiziq ma'lumotga duch kelgandim. O'sha boya aytganingizdek nisbatan sog'lomroq bo'ladi. Sun'iy ozuqa bilan oziqlangan bularning hattoki o'sha aqliy salohiyati ham farq qilar ekan. Shu rostmi? Chunki rost, albatta, chunki bola endigina tashqi muhitga tug'ilganda, u o'zini masalan tashqi muhitga hali moslashmagan, juda ham kichkina, masalan, agar ona uni bag'riga olib, ona suti bilan oziqlantirsa,
o'zini xavfsiz his qiladi bola. Ona suti bilan sun'iy sut bilan oziqlangandan ko'ra, ona uni bag'riga bosib oziqlantirsa, u onani bag'rida o'zini xavfsiz his qiladi. Aqliy faoliyati ham o'shanga bog'liq bo'ladi-da, o'sha hisobidan bola o'zini xotirjam his qiladi. Shuni evaziga aqliy faoliyati ham rivojlanishiga ancha yordam beradi. Emizish davrida qanday taomlar tavsiya qilinadi va qanday taomlar cheklanadi? Ko'proq tabiiy mahsulotlardan iste'mol qilish tavsiya qilinadi. Undan tashqari, dastlabki yangi tuqqan onalarimizga tavsiyalarimiz kuchli ovqatlarni ozroq cheklaymiz, sho'r, achchiq, qovurilgan taomlarni ko'proq cheklaymiz. Onalarimizga ko'proq suyuq taomlar, issiq bo'lgan taomlarni ko'proq iste'mol qilsa, sut hosil bo'lishini tezlashtirib beradi. Tabiiy mahsulotlarni tavsiya qilamiz. Sitrus mevalar, bolaga yomon ta'sir qiladigan mevalardan cheklaymiz. Undan tashqari, o'sha onalarimiz uchun bolalarni qornida dam bo'lib qolmasligi uchun onalarda spirtli ichimliklar, gazli ichimliklarni cheklaymiz ko'proq. Onalarimizga beradigan tavsiyamiz ko'proq tabiiy ichimliklardan, sharbatlar, suyuqliklarni yoki sut mahsulotlarini ham bemalol iste'mol qilsa bo'ladi. Undan tashqari, mana kefir, qatiq, kalsiyga bor bo'lgan moddalarni, sir, tvoroglarni iste'mol qilishlari mumkin. Albatta, tabiiy bo'lgan mahsulotlarni ko'proq iste'mol qilinsa, sut hosil bo'lishining jarayoni ham tezlashadi. Qanday holatlarda emizishga ruxsat berilmaydi? Gepatit C, B, A turi bilan kasallangan onalarimizga biz ko'p ham cheklamaymiz ona suti bilan oziqlantirishda. Oitis bo'lgan onalarimizda biz ona suti bilan oziqlantirishni cheklaymiz. Sun'iy oziqlantirishga tavsiya beramiz. Undan tashqari, onalarimizni emizish taktikasini noto'g'ri olib borish hisobiga ko'krak uchlarida yaralar hosil bo'lgan holatlarni ko'p duch kelamiz. Bunday holatlarda emizish qanchadir muddatda, ozroq muddatda cheklash tavsiya qilinadi. O'sha yaralari tuzalib, yaxshi holatga kelguncha cheklaymiz. O'sha emizish taktikasini to'g'ri olib borishini tavsiya beramiz yangi tuqqan onalarimizga. Mana shu bolalarga birinchi qo'shimchaviy ozuqalar qancha vaqtdan keyin tavsiya etiladi? Jahon statistikasiga qaraganda 6 oygacha biz ona sutidan tashqari agar shifokor ko'rsatmasi bo'lmasa, faqatgina ona suti bilan oziqlantirish tavsiya qilinadi chaqaloqlarimizga. 6 oydan keyin bosqichma-bosqich qo'shimcha ovqatlarimizni berishimiz bemalol tavsiya beramiz. U ham bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Agar mana shu sut tarkibidagi ozuqaviy miqdorlar past bo'lsa, o'shanda ham bolalarga emizish bilan birgalikda qo'shimcha tavsiyalar beriladimi? Albatta, tavsiyalar beriladi. Bunda vitaminlar tavsiya beriladi. Chaqaloqlarimiz uchun, onalarimiz uchun ham vitamin komplekslarimiz tavsiya beriladi. Agarda masalan ona suti bilan oziqlantirganda chaqaloq to'ymasdan bezovta bo'lib yoki shunday holatlar kuzatilganda biz sun'iy aralashmalarni ham berishimiz tavsiya qilinadi. Qanday holatda? Masalan, bir sutka davomida bitta vaqtda berishimiz tavsiya beramiz. Ko'proq onalarimizni o'zini ona suti bilan kechki vaqtda oziqlantirsa, ona sutini hosil bo'lishi ham kechki vaqtda juda ham ko'proq bo'ladi. O'shaning uchun kechki vaqtda, tungi vaqtda onalarimizga ona suti bilan oziqlantirishni tavsiya beramiz ko'proq. O'sha o'z muddatida tug'ilgan bolalar mustaqil ravishda em olishadi, ya'ni ona suti bilan oziqlanib olishadi. Biroq muddatidan oldin tug'ilgan go'daklarni ham ularga yana ham ko'proq zarur ona suti. Mana shunday vaqtlarda ular qanday oziqlantiriladi? Bunday holatlarda onadan tabiiy suti olinadi va o'sha muddatga yetmagan chaqaloqlarimizga naycha orqali oziqlantiriladi. Keyinchalik ozroq muddat o'tgandan so'ng, emish refleksi paydo bo'lgandan so'ng shisha orqali yokida o'zi onaga emizish tavsiya qilinadi. 6 oylikda va yuqorida aytib o'tgan 6 oylikda hattoki bolaga suv bermanglar, ona suti tarkibining suv miqdori yetadi deyishadi. Bu borada sizning fikringiz qanday? Juda ham to'g'ri. Ona suti tarkibidagi suv miqdori bolaga ehtiyojini qondirishga albatta yetadi. Ko'pchilik havo issiq holatlarda bola chanqab ketdi degan maqsadda suv beradi, lekin bu noto'g'ri fikr. Albatta onaning sutining tarkibida bo'ladi. Chaqaloqni organizmini qondirish uchun yetarlicha suv miqdori bo'ladi ona sutining tarkibida.
Shunday holatlar bo'ladiki, ya'niki o'sha bolalarning sut tarkibidagi qaysidir moddalarni hazm qila olmasligi holatlarda ham bo'ladi. Bunday vaziyatlarda emizish davom ettiriladimi yoki qo'shimcha ozuqalarga o'tiladimi? Yo'q, albatta emizishni cheklamaymiz. Emizish davom ettiriladi. Bunda chaqalog'imizning organizmiga sut tushganda qo'shimcha preparatlar yozib beramiz. Biz tavsiya beramiz. Qo'shimcha preparatlar o'sha sut moddasini parchalab berishga yordam beradi va bolani bezovtaligidan saqlaydi. Qorindan bo'lib ketishidan, bolani ichki kelishlari normal bo'lishidan yordam beradi. 6 oydan 2-2,5 yoshgacha bo'lgan bolalarni emizish davomida ularning ona suti bilan oziqlanmagan bolalarga nisbatan oshqozon ichak tizimi ham mustahkam bo'ladi ekan. Albatta, bu to'g'ri. Ona suti bilan oziqlangan chaqaloqlarimizda ichak infeksiyalari ham kam bo'ladi, yuqorida aytganimizdek. Undan tashqari, ona suti bilan oziqlangandan so'ng o'sha ichaklar mikroflorasi ham anchagina tiklangan bo'ladi. Yuqorida aytganimizdek, hamma sun'iy organizm, sun'iy ozuqalarimiz to'liq ona sutini ta'minlab bera olmaydi. O'shaning uchun ko'proq ona suti bilan oziqlantirgan chaqaloqlarimizda ham ichak infeksiyalariga, ichak mikrofloralarining tiklanishiga albatta juda ham katta foydasi bor. Oziqlantirish davomida onalarimiz o'sha farzandim to'ymayapti deb kimningdir tavsiyasi bilan qanaqadir qo'shimcha ozuqa moddalari bilan oziqlantiradigan holatlar ham bo'ladi. Bu borada sizning fikringiz qanday? O'sha bolaning injiqliklarini avval tekshirish kerakmi? Albatta buni tekshiriladi. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarimizda tana vaznini o'zgarishiga qarab biz bolaning qorni to'yish yoki to'ymasligini baholaymiz. Agarda vazn ortishi, kamayishi kuzatilsa, biz qo'shimcha ozuqalar ham qo'shib berilishini tavsiya beramiz albatta. Bu ham kunduzgi holatlarda tavsiya beramiz. Kechki holatlarda ko'proq ona suti bilan oziqlanishini tavsiya beramiz. Mana shu ozuqalar ham bolaning holati, salomatligiga qarab tanlanadimi yoki xohlagan ozuqani bersa bo'ladi? Bersa bo'ladi. Bolani birinchi navbatda yoshiga qarab beriladi. Qanchalik oylikda, qancha grammda berilishi ham albatta bolani yoshiga qarab qo'shimcha ozuqalarimizni tanlaymiz. Undan tashqari har bir chaqaloqning organizmi individual hisoblanadi. Chaqaloqlarimizda ayrim sun'iy ozuqalarimiz yoqmaslik holatlari kuzatilgan. Bu ish jarayonimizda kuzatganmiz. Chaqaloqlarga ayrim ozuqalarimiz yaxshi vazn olishga yordam bersa yoki ichki kelishlari normal holatda bo'lsa, ayrim chaqaloqlarimizda o'sha tabiiy ozuqamiz yoqmaslik holatlari kuzatilgan. Lekin hamma organizm individual, hamma o'z sharoitidan kelib chiqqan holatda ham qo'shimcha ozuqalarimizni tanlaydigan onalarimiz ham bor. Bolajonlarimiz o'zi mana yuqorida aytdingiz, oyma-oy tana vazniga qarab sog'lom rivojlanayotganini bilsa bo'ladi dedingiz. Qancha vazn olish kerak oyma-oy? Oyma-oy chaqaloqlarimiz birinchi tug'ilgan 1 oyligida dastlab 800 gramm tana vaznini o'ziga qo'shimcha ravishda olishi kerak. 2 oyligida ham 800 gramm tana vaznini olishi kerak. Keyingi oyliklarida o'sha 800 grammdan nisbatan 50 gramm kamayib hisoblab chiqishimiz mumkin. Tana vazni indeksi bu o'rtacha holatda olingan. Aynan 800 grammdan kam bo'lsa, mani bolam kam vazn olyapti ekan degan fikrlar bo'ladi-da. Biz masalan qancha oladi vazni deb bunaqa savollar ko'p eshitganmiz xalq orasida onalarimizdan. O'rtacha qilib olganda 800 grammdan oshishi kerak 3 oylikgacha. Undan uyog'iga 50 grammdan kamayib ketaveradi vaznlarimiz. O'shancha miqdorda vazn olishi kerak bo'ladi. Bu kamayishning hisobi o'sha bolaning harakatga kelishi natijasida bo'ladimi? Albatta, bu o'sha bolaning harakatlanishiga bog'liq bo'ladi. O'sha organizmni bir-biriga o'ziga moslashishiga qarab ham o'sha kamayishi amalga oshadi. Onalarimizga farzandlarini sog'lom voyaga yetkazishlarida, mana shu ona suti bilan sog'lom oziqlantirishlarida nimalarni tavsiya berasiz? Ko'proq vaqtida dam olish ona sutini hosil bo'lishini oshirib beradi. Vaqtida ovqatlanish, kam-kam tez-tez ovqatlanish yangi tuqqan onalarimizga tavsiya beramiz. Kam-kam tez-tez ovqatlanish, ko'proq suyuqlik miqdorini oshirish, tabiiy sharbatlardan iste'mol qilish, vaqtida uxlash. Yana bir savol beray, ko'pchilik aynan 2 soat oralig'ida oziqlantirishim lozim deydi, bolani har 2 soatda. Mana shunday holatlarda bola haqiqatan har 2 soat oziqlanishi kerakmi yoki bolaning o'sha tabiga qarab, och qolganiga qarab ovqatlantiriladi?
Oldingi holatda tibbiyot bo'yicha qaraganimizda oldin har 2 soat oralig'ida bolani emizishga tavsiya berilgan. Hozirda lekin buni statistika tasdiqlamaydi. Bolani xohishiga qarab, qachon och qolsa, o'sha chaqaloq to 1 yoshgacha ham qachon och qolsa, bolani xohishiga qarab ona suti bilan oziqlantirish tavsiya beriladi. Ba'zi hollarda o'sha bolachalarimiz qayt qilishadi. Bu nimaning belgisi? Ko'pchilik bunda o'sha bolamning oshqozon ichagi buzilgan degan vahimaga ham borib qolishadi. Bu tabiiy holat bo'ladi. Chaqaloqlarimizda to'yish hissi bo'lmaydi, chunki o'sha yangi tug'ilgan chaqaloq endi tashqi muhitga moslashayotgan bo'ladi. O'shaning uchun to'yish hissi bo'lmaydi chaqaloqlarimizda. Me'yordan ortiq emib olishgan natijasida qanchadir miqdorni o'sha oshqozon ko'plik qiladi oshqozon uchun, qaytarib chiqarish holatlari ham kuzatiladi. Bu albatta tabiiy jarayon. Demak, vahimaga o'rin yo'q. Albatta. To'g'anay, sizga tashrifingiz va mazmunli suhbatingiz uchun o'z minnatdorligimizni bildiramiz. Azizlar, tomosha qilganingiz Sog'lom hayot ko'rsatuvi edi. Ko'rsatuvimizda berilgan ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi degan umiddamiz. Yana ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.